Bize bugünkü reportajımızda Karakalpakistan Respublikası Beruniy tumanında alıp barayatırımız. Götürganlarınızın kadrlı dostlar 420 kvadrat, adaşmasam 420 kvadrat metrede kadr aslagan bu iki etajlik kavatlı havlumuzda. Birinci kavatta eşiklerimiz yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 ay. Onda kichkina mini eşiklerimi gösterip koyuşunuz mümkün. 5,5 eşik. 5,5. Ben taraftan zinantiyine koyuyorlar. Biz şu Soğukta şamalda bir kat yönet yurtmada falan bulmuşlar. Hiç anda icat yanıp durdu, icat kaynap durdu dedik mi icat? Assalamu alaikum kadrli dostlar, assalamu alaikum bizni Rise Group YouTube platformalari orqali kuzatib o'tirgan qadrdonlar, kayfiyatli yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Yana bir bora kichkina tanaffusdan keyin sizlar bilan YouTube tarmoqlari orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hamisha sog' salomat bo'lib, ishlaringizni omadli tilab, bugun 20'si mi? 20 fevral senesi Mahir Ramazan ayının 2. günü, Cuma günü. Cümle mübarekler berçenize, Ramazan ayları mübarek olsun. Tutayotgan rozalarınız Allah dergahında kabul olsun. Demek bize bugünkü reportajımızda Karakalpakistan Respublikası Beruniy tumanında alıp barayatırımız. Çünkü beri Rise Group kompaniyamız tomonidan zamonaviy krashinni eshiklar o'rnatib berganmiz. Doğru mu Shavkat? Necha dona? 12 dona eshik o'rnatib berganmiz. Katta hovli joy. Hozir shu hovli joyni obzorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Obzorni boshlashdan oldin bir iltimosimiz bor. Shu kanalimiz rivoji uchun podpiska, like bosib, kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni bildirib ketsangizlar, biza o'zlarimizni baxtiyor his etgan bo'lardik. Demak, assalomu alaykum Beruniy, biz boshladik. Qadrli do'stlar, va nihoyat ko'zlangan manzaraga yetib keldik. Karakalpakistan Respublikasi Beruniy tumanida merkezlerinde joylashgan yangi barpo bo'lgan shu xonadondamiz. Ko'rib turgan xonadonlaringizda Rise Group kompaniyamiz tomonidan neoklassik uslubidagi 12 dona eshik o'rnatib berganmiz. Demak, eshiklarning obzorini boshlaymiz va sizlar bilan birgalikda shu yangi kadr aslagan go'zal xonadona o'ng deb yo'l olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kan, geling. Demek ko'rib turganlaringizni kadrli do'stlar 420 kvadrat, adashmasam 420 kvadrat metrede kadr aslagan bu iki etajlik kavatlı havlumuzda neoklassik uslubundagi 2 bortli jemchug svetdagi nalishin koronaları bilan ili karapetlalari bilan qo'yib berilgan eshigimizni sizlarga obzor qilamiz. Hammasi shunday qarang. Hammasi bir chorqagan yaqinroq birga obzor qilamiz. Kayfiyatchi? Zo'r chiqibdi eshiklar. Jemchug svet. Eshik hatta 2 bortli ekan. Eshigimiz neoklassik modelda. 2 bort variant tanlaganlar. Karazamor, karapetli tanlaganlar. Svetini jemchug svetdan tanlaganlar. Eshigimiz kalınlıkka 4,6 cm, 0,8'lik MDF'de işlep berganmiz. Основасы karkazı sasna, lekeden. Nalishlik koronaları 0,8'lik MDF'den işleyimiz ahir. 0,8'lik MDF'de. 0,8'lik MDF. Bu öyle hammasi bir xil. Aynalı eshik bormi? Yo'q, hammasi bir xil. Gulxoy variant tanlaganlar. Eshikni uyni modelidan qarab, shuni dizayn taklif berganmiz. Az o'zi zakaz etilib turgan eshiklarning ko'pisi ishini neoklassik modelda ili 2 bortli bo'lib turibdi o'xshaydi o'zi. 2 bortli. Ko'pisi shu ko'zga yaqin bo'lgani uchun syomkadan ham o'yga girgan vaqtda ham shuni jemchug svetda shuni eshiklar moda bo'lib turgani uchun ko'zga yaqin bo'lgani uchun odamlar zakaz berib turibdi. Menimcha kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni bildirib ketishingiz mumkin. Eshik haqiqatda xo'shroq chiqqan. Ili hozirgi kun zamon talabi ko'pchilik uylari zo'r yarashmam turibdi. Jemchug svet, svetin ham gapi. Gench kraskasi ishlatiladi. 5 sloy kraska, 1 sloy lak uriladi. Demak, men ham yomon ma'lumotga ega emasman. Bu birinchi qavatdagi eshiklarimiz yana 1, 2, 3, 4, 5. 5 ay. Onda kichkina mini eshiklarni ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. 5,5 eshik. 5,5. Ben taraftan zinantiyine koyuyorlar. Biz şu uyni internetga to'g'ri kelishi uchun zinatiyani ham bir katenli hisobida bir joy tashlab ketilgan ekan. Shuni ham kichkina variantda eshikni ishlab berganmiz. Xudo xolasa remont ishlari bo'lib turibdi uyda, davom etib turibdi. Shuni qo'yib o'rnatib chiroyli qilib beramiz. Do'stlar, yana bir narsa aytib ketchakmiz. Hali bu xonadonda 100% remont ishlari bitmaganligi sababli uni chang cho'plar uchun oldindan uzr so'raymiz. Lekin uyni haqiqatdan ham dizayn aslında ishlatib turing. Chunki dizayn bizlar ham ofisimizga borgan vaqtda xonadon egalari dizaynni ko'rsatdi. Ishini eshik kerak bizlarga. Ishini narsa ishlatdik, ko'rib, xohlagan eshiklarni tanlab ber. Ikkinchi etaji yo'l boshlang.
Daha nihayet yine ikinci kavata yetip geldik. İkinci etajdan çıkıp aldık. İkinci etajdan şu yo'nalishdagi, şu yo'sindagi eshiklar. Nalishlik darak stil ekan. Darak stil. Koronalarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda zaman talablarına cevap beradigan, yillar davomida sizlarga xizmat qiladigan sifatli MDF eshiklar. Bir Bu xonadonni ham ichki taraflaridan davorlarni ishlab berganmiz. Orqa taraflaridan nalishli korona davorlarini ishlab berganmiz. Demek ikinci taraf arka tarafından mı? Orqa tarafından. Bana 08'deki MDF'den şimdi. Hammasi. 08'deki MDF'den ili eshikni arka tarafına, yani o'yin ichki tarafına shunday nalishlikda koronalar qo'yib berilgan. Yani eshik beklangan vaqtdan arka tarafından shunday ko'rinadi. Görüp kommentarlarda fikir mulohazalaringizni qoldirib ketasizlar. Hozir uyda remont ishlari bo'lib turgani uchun changlar bor. Mana chang bor. Shuning uchun sal alashtirmaysiz. Hali xudo xolasa remont ishlari 100% bitgandan keyin inshaalloh kelib yana obzor qilamiz. Hali bu bitgandan keyin albatta döşevlar qilinib, pastlari xo'shroq g'olalar döşelgandan keyin, lyustralar qistilgandan keyin uydan boshqacha ko'rinish beradi. Ana uyimizning ikkinchi etaji. İkinci etajdan ko'chani ko'rinishini ham ko'rsatib qo'yasiz. Ko'chada shamol bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Sovuqda shamolda bir kat yo'nak yurtmadan vayron bo'lmaysizlar. Ichanda ijod yonib turibdi, ijod. Ijod qaynab turibdi dedik-ku, ijod. Demak, qadrli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, bugun Berunidan shu go'zal xonadondan tayyorlagan obzorimiz shundan iborat. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling deymiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol xabarlashib, xonadonlaringizga go'zal eshiklarni, yillar davomida xizmat qiladigan sifatli eshiklarni buyurtma berishingiz, zakaz berishingiz mumkin. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha omon bo'linglar. Bayramlar muborak.